Fazilat opa, nimaga hech eroziya haqida gapirmaysiz? Eroziya yengil kasallikmi? Yo'q, eroziya yengil kasallik hisoblanmaydi. O'zi birinchi o'rinda eroziyani qanaqa kasallik ekanligi haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Biz odatda eroziya deb gapiriladigan kasalligimiz aslida meditsinada ekstrapion degan kasallik hisoblanadi. Ya'ni bunda bachadonni bo'ynidagi ichki qavatini hujayralarni tashqi tarafga chiqib qolishi va u qizildog' ko'rinishiga eroziya deb aytiladi. Asosan biz ko'rayotgan eroziyalarimiz yo endoservisit bo'lishi mumkin, ya'ni bachadon bo'ynida yallig'lanish bilan bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa aynan o'sha hujayralarda qizg'ish bo'lib chuqur qavatdan tashqariga chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun infeksiyalar natijasida, gormonal o'zgarishlar natijasida, ba'zi bir holatlarda esa fiziologik holatlarda ham bo'lib turadi. Eroziyani belgilarini qayerdan bilsak bo'ladi? O'zi odatda juda ko'p ayollarimiz eroziya haqida ma'lumotga ega bo'lmaydi, ya'ni o'zida eroziya borligini. Ko'pincha ginekolog ko'rigiga borgandan keyin aynan zerkalo orqali ko'rilganda eroziya borligini aniqlashadi. Agar eroziya borligini bilishmoqchi bo'lsalar, jinsiy aloqadan keyin qonli ajralmalar kelishi mumkin. Jinsiy aloqada og'riqli bo'lishi mumkin yoki o'sha qovoq sohasida tiqilishdek og'riqlar berishi mumkin. Mana shu narsa shilliq ajralmalarda qonli shilliq ajralmalar kelishi eroziyani belgilaridan biri hisoblanadi. Eroziya ma'lum qilingandan keyin kuydirish kerakmi yoki davolansa bo'ladimi? Avvalo biz eroziyani qanaqa ekanligini bilib olishimiz kerak. Chunki bu gormonal o'zgarishlardan bo'lishi mumkin. Agar infeksiyadan bo'ladigan bo'lsa, buni aynan shamchalar orqali davolashimiz mumkin, antibiotiklar qo'llashimiz mumkin. Lekin agar u qavati chuqur bo'lib ketgan bo'lsa, shilliqlar juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa ayolga simptomli bo'lib og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, buni aynan lazer apparati yordamida kuydirish shart bo'ladi. Faqatgina tekshiruvlarni o'tkazgandan keyin. Shunda Fazilat opa, eroziya yengil kasallikmi? Men shunaqa tushuncha oldim. Yo'q, aslida eroziya kasalligi bu saraton kasalligi emas. Lekin agar siz vaqtida e'tibor bermasangiz, albatta bu saratonga o'tib ketuvchi fond kasallik hisoblanadi.